ozish oson. Bolam o'qiy olmayapti, o'zlashtira olmayapti. Bola nima yeyapti? Nima beryapsan bolaga? O'zi oshqozon mamildor, mana shundoq mushtumdek narsaga kilolab narsani tiqishga harakat qilamiz. Nimaga? Mani buyragim og'riyapti deb o'ylaymiz. Nimani og'zimizga tiqyapmiz? Ertaga bayramda bular reanimatsiyalar to'ladi. Hamma yoq to'ladi. Hamma больницада. Nimaga? Hech qachon hech qaysi nutritsiolog, endokrinolog yo dietolog sizni bir oyda 10-15 kilo, 20 kilo ozdirib bermaydi. Aliga yeb turishadi deb bu yerda asal choy tayyorlab qo'yishadi yoki novvot choy tayyorlab qo'yadiganlar bor. Qanchalik to'g'ri bu narsa? O'zi aslida holatni yomonlikka olib keladigan o'sha. Tana a'zolaringiz 2 ga 2 yoshargan. Yo siz nima qilyapsiz? Juda ko'pchilik ertalab nahorga oshga borganda osh bilan birga shirin choy ichadi. Aslida bu noto'g'ri. Nimaga? Agar men shu ilmni vaqtliroq o'rgangan bo'lganimda, mana atrofimdagi yaqin insonlar o'lib ketmagan bo'lardi. Assalomu alaykum, bizni tomosha qilayotganlar. Allo doktor efirda va ko'rsatuvimizni boshlashdan oldin eslatib o'tmoqchiman. Mana 2025-yilni kuzatib, 2026-yilga o'tish arafasidamiz. Yangi yil eshik qoqmoqda-yu. Bilamiz, yangi yilda azaka, birinchiga somsa, ikkinchisiga sho'rva, uchinchisiga salat, keyin tovuq, jarkob, indeyka, xullas chetma-chet taomlarni kombaynda iste'mol qilamiz-da. Мясорубка deydi ruslar. Go'sht qiymalagich. Mana shu holatga ketadi, azaka xohlaymizmi, yo'qmi, o'sha ovqatlarni ertasiga yeymiz, 1-yanvar. Undan ertasiga yeymiz. Qolsa indiniga yeymiz. Istamiz, masala tamom. Lekin men ko'p eshitganman, qadimgilarning bir gapi bo'lardi-da, istalgan ovqatni iste'mol qilmayman derdi katta yoshlilar. Tibbiy ilmi bor insonlar shunday aytib o'tishardi. Lekin ko'pchilik uvol bo'lmasin deydi. Qaysi biri to'g'ri aslida? Biz ketma-ket qolmasin deya to'yganimizdan so'nggina to'ydiradigan taomni oxirigacha iste'mol qilganimiz, organizmimizni zaharlaganimiz, organizmimizni qiynaganimiz yaxshimi, uvol bo'lmasin deb, yoki har bir narsani me'yorda oz-ozdan barra iste'mol qilganimiz yaxshimi? Ya'ni svejiy deydi ruslar. Bizda Oybek bayram dasturxoni degan tushuncha bor. Har xil bayramlarda odat bo'lib qolgan. Bizda dasturxon yozish. Ya'ni bor butini deydi, sochgin deydi. Shunaqa. Bizda dasturxon. Shunaqa darajaga yetib qolganki, uni sotsial holatini ko'rsatadigan bo'lib qolganda, Oybek tushunasizmi? Topganini qo'yadi. Bilganini qiladi. Nima pishirmaydi, nima tayyorlamaydi, nima ovqat yo'q deysiz. O'zi oshqozon mamildor, mana shundoq, Alloh alam, mushtumdek narsaga kilolab narsani tiqishga harakat qilamiz. Nimaga? Bu bizani misol uchun bu yaxshi, to'kin, sochin hayotdan. Lekin faqat bitta joyga e'tibor beradigan holat bor, shu joyda. Yaxshi, hammasi zo'r, dasturxon zo'r. Hozir birovga bunaqa qilma deb bayram dasturxonini sog'lomlashtirish dasturxoniga aylantira olmaymiz. Shunaqa. Endi bizning naslimizda qandli diabet bor, shuning uchun men endokrinolog bo'lganman. Xolam, Gulani qizlari sekin bir-birlariga pichilashadi. Qaramayaptimi, qaranglar, Nigora qaramayaptimi, yevol qaramayapti deyshadi-da. Men mana shu hayron qolaman. Lekin mazaliga qochsa, darrov kelishadi, keyin men albatta ularni yuziga solaman. O'sha paytda mana shu narsalarni yedingiz, men qarab turdim, gazli ichimlik ham ichdingiz. Endi bo'lsa hozir mana endi nima deyapsiz? Qand miqdoringiz yuqori, quloq solmasangiz nima qilasiz kelib deyman. Mana, ya'ni shunaqa o'zbek xalqimiz shu mentalitetini aytaman-da. Bilmadim endi bu nimaga bog'liq. Menimcha o'sha ozgina tushunmovchiliklar ko'p bo'lsa kerak deyman. Tibbiy ma'lumoti kam bo'lsa kerak. Hatto butun urug'ida qandli diabet bor, onalari, otalari qandli diabetdan asoratidan o'lib ketishgan. Shunga qaramasdan turib, o'zligini shunaqa tutishadi. Bayram kuni to'g'ri ovqatlanayotgan odam ham bor-ku, aytadi, bir kun bayram-ku deydi, qo'ysangchi. Shuni aytmoqchi edim. Boshim xotirmagan deydi, bir kun ming kun emas deydi. O'zi aslida holatni yomonlikka olib keladigan o'sha har bitta kasallarimizga aytamiz. Bayram kelyapti. Mana sen hozir yoki dietadasan, yoki sen mamlaqa holatdasan, mamlaqa kasalsan, sen qandli diabetdasan, yoki sen bunaqasan, sen o't qopingda buning bor. Ertaga bayramda bular reanimatsiyalar to'ladi. Xirurgik reanimatsiya hamma yoq to'ladi, hamma больницада. Nimaga? Albatta bayramdan keyin hammada pristuplar, pankreatit,
o'tdagi toshlar, o't toshdagi betdagi toshlar, Qon oshqozon bosimi ko'tarilishi, kasallik, qon xuddi bosimi shunaqa. ko'tarilishi hamma yoqda to'ladi. Bu eskidan bor narsa. Eskidan mana bayram bo'ladi, bayramdan keyin bir hafta bayram kunidek o'tgan holat bilan kurashamiz biz. yeyish kerak bo'lmagan narsalarni soat 10 dan keyin yeymiz kechqurun. Lekin 10 da miya o'chishi kerak, uxlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Ertalab 6 ga turish uchun miyani o'zini programmasi bor. Biz tanamizni, dasturimizni biz tashlaganmiz-da. Aprelda o'zi qildirganimda vrachim aytibdi, "Shoripa, nima qilyapsiz? To'g'risini ayting" dedi. Gepatoz yo'q. Tana a'zolaringiz 2 ga 2 yoshargan. Yo siz nima qilyapsiz? Hamma narsa yeyman, lekin uni me'yori bor va qachon yeyishim bor. Ketma-ketligi bor. Mana qarang, endi yangi yilga kelyapmiz-da. Oliviyeni tarkibini o'zi allergiya chaqiruvchi. Mayonez bor chunki u yerda. Yo'q, mayonez bor, Mayonez. tuxum bor, Ha. sho'rbodring bor, Bu To'ppa-to'g'ri. hammasi allergiya chaqiruvchi aslida. Komponentlarni mundoq ko'rsangiz agarchi bir-biriga to'g'ri kelmaydigan ovqatni yeymiz-da. Keyin mani hamma yog'im qichyapti, mani davleniyam oshyapti, mani buyragim og'riyapti deb o'ylaymiz. Nimani og'zimizga tiqyapmiz? Aytadi-yu o'rislarda, yangi yil qanaqa qilib oliviyesiz o'tadi deydi-ku. O'tsin oliviyasi. O'ldirsa ham oliviya o'ldirsin Ya, deydi. O'ldirsa ham Ha, osh bizda- o'ldirsin deydi. Yo'q, ya'ni Yo'q, Yangi yil kechasida. tushuncha rivojlanib bo'lganda bizada, tushunasizmi, bu xato. Abu Ali ibn Sino aytadi, hamma narsa mumkin deydi. Insonga hamma narsa yeyishingiz mumkin deydi. Hamma narsa. Faqat deydi, agar yegiz kelayotgan bo'lsa, ratsioningizdan ziravorlarni olib tashlang deydi. Umuman ziravor qo'shmang deydi. Yeyotgan ovqatingizga bir qozon ovqat qiling deb 1 gram tuz solmang. Ya to'g'ri aziz aka. 1 gram shakar solmang. 1 gram hech qanaqa ishtahani bizadachi mana bunaqa narsa bor-ku, Oybek. Bizada ishtaha markazi bor. Bosh miyada ishtaha markazi bor. Ishtaha markazini qitiqlovchi moddalar bor bizada. O'sha moddalar kirmasa-chi, diyeta qilsangizdan farqi yo'q. Mana qarang, nima aytib beraman. Salat qilyapti. Aha. Salat berasiz. Kechqurungi diyetolog nimani beradi? Salat beradi, to'g'rimi? Oqsil bilan Salat salat, beradi. asos. Salatga bodring to'riydi, pomidor to'riydi, keyin karom to'riydi, u to'riydi, bu to'riydi, zapravlat qilishi bor. Ziravorlar bilan zapravit qilish boshlaydi. Tuz qo'shadi, keyin ozgina anaqa qo'shadi, nimadirlar qo'shadi, yeydi. Salat yeydi, ishtaha zo'r bir yeydimi, 2 soatdan keyin salat tugaydimi, parchalanib, keyin nima bo'ladi? Ishtaha markaz qitiqlangan bo'ladimi, keyin ko'ziga shakar ko'rinishi boshlaydi. To'g'ri aytyapsiz aziz aka. Men sizga Shirinlik bitta narsani ko'rinishi boshlaydi. fakt sifatida aytishim mumkin. Mayonez bilan ketchupni yaxshi ko'radiganlar. Ayniqsa mayonezni biz kilolab yeymiz yangi yil paytida. Shunaqa. Mayonezda shakar miqdori juda ham ko'p. Isbotlab berilgan bu narsa. Nega? Bu qo'shimcha hisoblanadi. Ovqatga hot-doglar, o'sha fast foodlar deymiz-ku. Chala pishgan ovqatlarga ko'pincha qo'shib iste'mol qilamiz, ishtahani ochadi aziz aka. Shakarga boy bo'lgani uchun ham ozgina orqasini o'qing. Yeyotgan narsangizni orqasiga ruschasiga sostav, o'zbekchasiga tarkibi deb qo'ygan. Tarkibidan keyin o'qiysiz. Yog'lar ketadi, shakar ketadi u yerda, qo'shimchalar ketadi, krasitel deydi. Ya'ni bo'yoqlar ishlatiladi. Undan Sun'iy keyin bo'yoqlar. sun'iy bo'yoqlar ishlatiladi. Undan keyin maza beruvchi har xil Aromatizatorlar. moddalarni qo'shishadi. Bu bejiz emas. Ko'pincha uy egalaridan so'rasak, biz oliviya qilganimizda mayonez qo'shmaymiz deyshadi. Ko'proq smetanadan qilamiz deyshadi. Qarang, qon bosim ko'tarilmasligi uchun mol go'shti emas yoki kolbasa emas, aynan qo'y go'shtiga qilamiz deyshadi. Mana shunday bahona bilan kunini o'tkazayotganlar bor-da aslida. Lekin mana hozir aytib o'tishimiz kerak. Oliviyada aytganingizdek, allergiya chaqiruvchi mahsulotlar juda ham ko'p. Tuxum bor aytganingizdek, go'sht qo'shiladi. O'zi aslida Sho'rbodring. yaxshilar go'shtlarni bir-biriga qo'shib iste'mol qilib bo'lmaydi. Oshqozonni ishlash usuli yo'qoladi. Mana hattoki oshda ham bedana tuxum qo'yadi aziz aka. Qazi kesib qo'yadi. Mol go'shti qo'yadi. Qo'y go'shti qo'shadi. Ishtaha markazini Dumba qo'yadi. Dumba qo'yadi. Qarang, hammasini ishtaha bilan yeysiz. Aslida isbotlandiki, go'shtlarni, ya'ni misol uchun mol go'shtini qo'y go'shti bilan aralashtirib bo'lmaydi. Qo'y go'shtini tovuq go'shti bilan aralashtirib bo'lmaydi. Tovuq go'shtini tuxum bilan aralashtirib bo'lmaydi. Mana shunday holatlarda azizlar, iloji boricha har birini aytishganidek bo'lib iste'mol qilganingiz yaxshiroq. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Bunga qanaqa qaraysiz? Oliviya yeb turishadi-da, bu yerda asal choy tayyorlab qo'yishadi yoki novot choy tayyorlab qo'yadiganlar bor. Qanchalik to'g'ri bu narsa? Bitta oliviyada emas. Mana shu holat borki, ertalab nahorga oshda ham kuzatiladi. Aha. Juda ko'pchilik ertalab nahorga oshga borganda osh bilan birga shirin choy ichadi.
aslida bu noto'g'ri. Nimaga? O't qopi bor, oshqozon osti bezi bor bizda. Yog'larni erishi uchun javobgar o't qopi. Uglevodlarni erish uchun javobgar oshqozon osti bezi. To'ppa-to'g'ri. Endi agar bir mahsulotni ketidan, misol uchun ikkalovini aralashtirib yedingizmi, xuddi o't qopini men aytaman. Mana yog'li mahsulotdan keyin shirinlik ichdingizmi, o't qopingizni xivchinga o'xshab savolayotganga o'xshaysiz. Urib. Nimaga? Nimaga unga urib bo'lmaydi? Ichida bilib bo'lmaydi. Uni ichida tosh bor, qum bor, dimlangan bo'lishi mumkin, zakib bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Ana o'sha paytdagi holatga pristuplarni asosiy qismi ana o'shandan kelib chiqadi. Mana shu yog'li mahsulotdan keyin shirinlikni iste'mol qilish. Bayram dasturxonida uchraydigan ikkita muammo va uning yechimi. Birinchi muammo bu yog'lar erish jarayonini biza to'xtatishimiz kerak va ikkinchisi insulin oshib ketishini oldini olishimiz kerak. U sharoitida juda ham zo'r bayram dasturxonidan oldin ichiladigan usulni o'rgatib qo'yaman. Bu sizga ovqat hazm qilishingizni yaxshilab, yog'laringizni eritmaydi. Uning uchun kerak bo'ladi, bir qoshiq ovsyankani olasiz, bitta stakanga solasiz. Unga 3 dona namatak solasiz va 3 dona qalampir munchoqqa solib turib, bunga qaynoq suv solasiz. 20 minut damlaysiz va 20 minutdan keyin mana shu damlamani suvini ovqatdan oldin ichsangiz, organizmingizda yog'lar erimaydi. Ikkinchidan, uglevodlar, ayniqsa insulin miqdori juda ham yaxshi tushadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qabulga kelgan bemorlarga har doim aytaman, ikkita yo'lingiz bor. Hammamizning ikkita yo'limiz bor. Birinchi yo'l semirib, maza qilib yeb, ichib, uxlamasdan stress bo'lib yurib, oxir oqibat qandli diabet va u yog'ini o'zingiz bilasizlar, insult, infarkt bilan tamomlash. Va ikkinchi yo'limiz butun hayot tarzimizni o'zgartirishimiz kerak. Juda ham ko'pchilik oson yo'lini qidiradi. Qabulga kelganlar aytishadi, "Meni deydi bir oyda 15-20 kilo ozdirib bering" deyshadi. Hech qachon hech qaysi nutritsiolog, endokrinolog yo dietolog sizni bir oyda 10-15 kilo, 20 kilo ozdirib bermaydi. Bu ozish, bu uzoq vaqt davom etadigan proses. Jarrohning oldiga boraman, plastik xirurgning oldiga boraman, unga boraman, shaxsiy klinikalarga boraman deyishyapti-da, tushib qolib oxir oqibat yo nogiron bo'lib qolishyapti, yo bo'lmasa kasallik orttirib olishyapti, yo bo'lmasa 10 kiloni oldirib, oldiga 20 kiloni 2 oydan keyin olib nutritsiolog oldiga kelishyapti yoki endokrinologning oldiga kelishyapti-da. Kun bo'yi ovqat yeyishmaydi. Parhez qilishadi. Ovqat yemasdan parhez qilib bo'lmaydi yaxshilar. Ovqat yeyish kerak. Faqat qanaqa ovqat yeyish kerak? Oz miqdorda, haligi o'zi aytganingizdek, indeksi pastroq, ya'ni o'sha glikemik indeksi deydi. Ana shu uglevod kamroq, iloji boricha yog'sizroq bo'lgan taomlar bilan sekin astalik bilan oyma-oy oziladi. Ya'ni uyquni to'g'rilanadi aytganingizdek. Turmush hayotini o'zgartiradi, sog'lom turmush tarziga o'tadi. Yomon odatlari bo'lsa, uni yig'ishtiradi. Masalan, alkogol mahsulotlarini yig'ishtiradi, tamakini yig'ishtiradi yoki bo'lmasa bor-ku insonlar kompyuter oldida 6 soat, 7 soatlab o'yin o'ynaydigan bolalar bor. Ular ham harakatsiz hayotlarini faqat o'sha kerak emas bo'lgan tez pishadigan ovqatlar bilan davom ettirishadi. Oxir oqibat nima? Insult, infarkt yoki rak kasalliklari, o'sha saraton deymiz. Mana shu bilan hayotlari tugayapti-da. Ochlik bilan ozish bu hech qachon bir natijaga olib kelmagan. Necha mahal ovqat yeyish emas, nima yeyish? Mana shunga e'tibor berish kerak. Oddiy narsa. Ultra переработанный oziq-ovqatlarni olib tashlash kerak. Ko'pchilik aytadi, "Nigor opa qimmat" deydi. Men qizil baliq yeyolmayman. Qizil ikra mana qimmat deydi. Avokado qimmat deydi. Qizil ikraga pulingiz yetmasa, selyotka olib yeylar. Masalan, ertalab avokadoga pulingiz yetmasa, zaytun. Men zaytunni sanab chiqqanman. 100 grammi 19 ming turadi. Unaqa qimmat turmaydi. 100 grammini siz 3 kun yeysiz. To'ppa-to'g'ri. Masalan, tuxum qimmatmi? Qimmat emas. Oq non emas, selni zirnovoy non olish. Yana bir narsa aytib keting, tuxumni ham qaynatib yeyish bor, Pishirib, qovurib yeyish bor. Da. Qovurib yeganingizda kaloriyasi ko'proq bo'ladi. Xom yutish bor. 2-3 soatlab hazm bo'lishi keyinroq bo'ladi. Qaynatib yeganinglarda 20-30 daqiqada masala hal bo'ladi. Ya'ni biz kam kuch ketkazib, ko'proq kaloriya yig'ish xohlaymiz-da sportchilar. Mana shunaqa bor aqida. Shunaqa. Ko'pchilik o'ylaydiki, men qornim uzoqroq to'q tursin deb
qovurma ovqatlarni iste'mol qilishadi. Bilishmaydiki, qon bosimi qayerdan paydo bo'lyapti. O'sha haligi qon bosimi qandli diabet deymiz, qayerdan paydo hazm qilishga bo'lyapti. vaqtiga ko'proq diqqat qaratilgani hisobiga bo'ladida. Aha, Mana ko'pchilik ovqat yeydida kirib uxlaydi. aha. Man ishlagan paytda mijozlarim bilan ishlasam so'rayman-da, nima yeydi bu ertalab, kunduzi nima yeydi, kechqurun nechida ovqatlanasizlar deyman. Ya kechqurun soat 8 da 9 da ovqatlanamiz deydi. Xo'p, nechida uxlaysizlar? 10 da uxlaymiz. 2 soat ovqat hazm prosessi uchun kam. 4 soat kamida vaqt Ayniqsa bo'lishi kechki kerak. ovqat. Ayniqsa kechki ovqat. Hop, kechki ovqatga nima yeysizlar? Makaron dimlaymiz, tam boshqa qilamiz, qovurilgan, dimlangan, shashlik, boshqalar hammasi yeyiladi. Hop, uyqinglar yaxshimi? Yaxshi tush ko'rasizlarmi deyman. Yo'q. Nimaga? Kechqurun ovqat yegan odam yaxshi tush Yaxshi uxlamaydi, ko'rmaydi. chuqur uyquga keta olmaydi. Uxlolmaydi u, uxlolmaydi. Ertalab turadi, kalla xum. Yana olib keladi. Bolamni diqqati yo'q. Bolam o'qiy olmayapti, o'zlashtira olmayapti. Bola nima yeyapti? Nima beryapsan bolaga? Nima yediryapsan? Suv ichyaptimi? Ovqat yeyaptimi? Yog' ichyaptimi? Masalan, men ko'p holatlarda zaytun moyini ichiraman. Ichsin shuni Juda ham deyman. foydali. Nimaga? Juda ham foydali. Birinchidan, ichak toza bo'ladi. Allergiyalar kamroq bo'ladi. Chunki meni o'zim taxminan shu 40 yoshimgacha allergiya sentri eshigidan ketmagan odamman deb bilmaganman, ishoning. Mana shu ilmni qanchalar kech o'rganganimga afsus qildim-da. Nimaga? Agar men shu ilmni vaqtliroq o'rgangan bo'lganimda, meni atrofimdagi yaqin insonlar o'lib ketmagan bo'lardi degan savolim bor. Onamni ratsioni noto'g'ri bo'lgan, kechqurun xamir ovqat, kechqurun 5 barmoq, kechqurun lag'mon, kechqurun manti, kechqurun qovurilgan, dimlangan ovqatlar. Hozir qo'rqaman deydi, bilasizmi nimaga? Hamma oila shunaqa-da. Eng zo'r ovqatni kechqurun yeyiladi. Yema kechqurun. Eng kuchli ovqat. Eng kuchli ovqatda, lekin uni hazm prosesiga kechqurun miya dam olish uchun tayyorgarlik ko'rish kerak, ham kechqurun yegan ovqatni hazm qilish kerak. Bosimmi? Bosim bo'lyaptimi? Davleniya nima bu? Davleniya bu bosim bu. Bosim. Organizmda barometr buzilishni boshlaydi-da, o'tiradi qip-qizil bo'lib. Nima bo'ldi bunga? Qon bosimi oshib ketdi. Voy davleniyalari bor, voy saharlari bor. Men o'zi prediabet deb diagnoz qo'yilgan. Doktorim qo'rqitganlar meni. Prediabet, saharga moyilliging bor. Onang nima kasallikda o'tgan? Qanday diabet? Kimda bor yana palonchi. Sen ham xohlaysanmi deganlar-da. Ya'ni nasliy faktor bo'lgan. Nasliy faktor bor, lekin Allohga behisob shukur-da, yengib o'tdim shu narsani. Shoripa, siz qandli diabet bo'lmaysiz. Bayram dasturxonidan keyin uchraydigan eng katta muammo bu organizmni har xil moddalardan zaharlanishi. Bugun sizlarga yashil detoks, ya'ni organizmni zaharlardan, jigarni, o'tqopi, oshqozon ichak sistemani zaharlardan tozalashni o'rgatib qo'yman. Yashil detoks saqlab oling. Buning uchun kerak bo'ladi bitta bodring, kerak bo'ladi selderey va ukrop kerak bo'ladi. Yuvilgan. Mana bu blenderga hammasini to'g'rab solasiz. Va bunga 200 ml suv qo'shasiz. Va mana shuni blenderlab turib, hosil bo'lgan massani ovqatdan keyin kechqurunga ichib yotsanglar, ertasi kuni juda ham yaxshi tozalanadi. Ichaginglar, jigaringlar va o'tqopinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu teshik ekan, suv chiqib ketyapti. Tok urmaydimi bu? Hamma mahsulotlarni blenderda yaxshilab maydalab tashlash kerak. Bu narsani unutmanglar. Bilamiz, bizni ko'proq ayollar tomosha qilishadi, kinoylar tomosha qilishadi, opa-singillar tomosha qilishadi. Yangi yilga nima qilsam ekan, har doimgidek olivye, somsa, yupqa, 5 barmoq qilish shart emas. Norin. Endi azizlar, qilsa bo'ladi. Har bir narsaning yo'li bor. Aytishganidek, yengil taomlanib, tez iste'mol qilgan yaxshiroqda. Yengil taomlanasiz, qorningiz ochganini xabar beradi organizm. Ana keyin yana o'tirib, yana ovqatlansa bo'ladi. Lekin bir barakaga ketma-ket ovqat yeyish bu qonni zarar yaxshilar. Aytganlaridek, bir narsa aytib qo'yay. O'sha 1-yanvardan keyin nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham, chet el mamlakatlarda ham shifoxonalar odamlar bilan to'ladi. Nimaga? Ba'zi birlar alkogoldan zaharlansa, ba'zi birlar taomdan zaharlanadi. Endi aytinglar, ertasi kuni qolgan taomlarni iste'mol qilish qanchalik foyda-yu, qanchalik zarar? Zarar deb bilaman. Endi masalan, qaynatma sho'rva qiladigan bo'lsangiz, uni ertasiga ichsangiz bo'ladi. Aha. Hatto uni ham ichish kerak emas. Sal qarash kerak-da. Men aytaman. Ya'ni o'sha har ba'zi xil holatlarda bakteriyalar ko'payib ketadi, ular ba'zi holatlarda tabobat, ba'zi holatlarda tibbiyot yordam beradi. Mana bayram dasturxonida men har doim aytaman.
bayram dasturxonida har doim tibbiyot yordam beradi. To'g'risi ochuv tan olish kerak. Hozir birovga "Mana buni yema, mana buni qilma" deb aytolmaysiz. Chunki hozir yangi yilda dasturxon Azaka mana shu aytolmaysiz degan narsa xato. Yo'q, qarang, unga yechim qilib berish kerak. Men o'zimdan aytaman. Tibbiyot deganim nazarimda nimani aytaman? Siz o'ylamang, masalan, hozir farin preparatlar deymiz-ku biza, hammasi zarar. Har doim aytaman. Hop, mayli, ovqat yemoqchimisiz deyman. O'zimdan. Ovqat yemoqchimisiz? O'sha kungi ovqat bilan ovqat hazm qiluvchi dori vositalarini iching deyman. Organizmingizga yordam bering deyman. Haligi oshqozon uchun mas'ul bo'lgan. Ya'ni- pankreatin deydimi? Da, O'sha ferment- mahsulotlarni o'sha yeyotsizmi kechqurun deyman. O'shandan ikkitadan iching deyman. Siz uni hozir mana buni yema, mana buni yema, to'g'ri. Buni hamma biladi, yemaslik kerak. Lekin baribir yeydi. Baribir yeydi. Ertasi kuni yomon bo'lib qolmaslik uchun o'sha bir kun oldin yeyotgan mahsulotni qoning qarab, haddingizdan oshib ketyapsizmi? Ikkita dona iching, endi hech narsa qilmaydi bir kun. O'sha ovqat ozgina ovqat hazm qilishga yordam beradi. Lekin bitta narsani bilib qo'ying. Biza o'tganlarning ilmini targ'ibot qilamiz. Amal qiladigan narsangiz bitta. Nima yesangiz ham oshqozoningizni 3 qismga bo'lasiz. Bir qismga ovqatni sig'dirasiz, bir qismga suvni sig'dirasiz, havoga joy qoldiring bo'ldi. Ana, yashang. O'sha havoga joy qolsin eng muhimi. Yaxshilar, siz Allo doktor loyihasini tomosha qilmoqdasiz. Maslahatim, dasturxoningizda bijildoq gazli suvlarni o'rnini suv bilan limon egallasin. Limonli suv juda ham foyda deyshadi. Mevalardan ko'proq kivi, limon yoki ananas yoki mango bo'lishini tarafdoriman. Sababi yog'da eruvchi vitaminlarga boy bo'lgan tropik mevalar qonni foyda hisoblanadi. Hattoki kechasi ko'p ovqat yeydigan insonlarga maslahatim, ovqatdan keyin bitta dona kivi iste'mol qilib yuborsangiz, uyqungiz ham yaxshilanadi. Yaxshilar, bizni maslahatlarimiz juda ham bisyor. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar.